Shu ketishda aniq boshsiz qolaman. Shu mebelni yangilab bering desam, xo'jayinim undan ko'ra seni yangilash osonroq desa bo'ladimi? Shu deganingizga qarab turing deb ikkita kartoshkani olib, suvga solib qaynatib, pyure holatiga keltirib oldim. Ustidan tuz, ziravorlar, 2-3 qoshiq kukuruznik kraxmal, yarim piyola un solib, kartoshkali yumshoq xamir holatiga keltirib oldimda chetga olib qo'yib, bir dona tuxumga bir chimdim tuz, 1 osh qoshiq suv solib, yumshoqqina xamir qorib, 10 minutga tindirib qo'yib, yupqa qilib yoyib oldimda, o'rtasiga kartoshkali nachinkani solib, bir xilda qilib yoyib, xamirimizni ikkala tomondan o'rab, o'rtasiga olib kelib, shunaqangi yupqa qilib kesib oldim. Kesilgan xamirlarimizni non tolqoniga ikkala tomonini ham botirib olamiz. Oldindan past olovda qizdirilgan yog'imizda tagini past qilib qizartirib olamiz. Agar balandlab kelsa, ichidagi xamirlari pishmay qolishligi mumkin. Bir pasda ko'rinishini o'zi ishtaha ochadigan xrustyashi xo'jayinimga atalgan yurakchalarim ham tayyor bo'ldi. Xo'sh, dadasi endi kimni almashtiramiz desam, albatta mebelni degan javobni oldim. Bilasizlar, erkaklar osh qozoni bilan sevadi. Ana endi baho beringlar-chi. Yo'qsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q.